Biznesni rivojlantirish bankidan istalgan biznes uchun oson kredit oling. O'zbekistonda har kuni yuzlab yangi biznes ochilmoqda. Bu tasodif emas. Davlat rahbari bugun shaxsan tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash siyosatini olib bormoqda. Hal qiluvchi ahamiyatga ega bu sohani har tomonlama qo'llab-quvvatlash, uning oldida paydo bo'ladigan to'siqlarni butunlay olib tashlash masalasi davlat rahbari sifatida mening doimiy e'tiborim va nazoratimda bo'ladi. Imkoniyat hech qachon bunchalik yaqin bo'lmagan. Tadbirkorlik endi faqat biznes emas, bu harakat, o'sish va kelajak. Biznesni rivojlantirish banki shu imkoniyatni real qadamga aylantirdi. BRB Lift. Butun respublikadan 500 dan ortiq ariza. O'zbekistondagi eng sariq quruq mevalarni premium klassda. Mani loyiham 100% zo'r ekanligiga ishonchim komil. Kitob savdosi bo'yicha biznes rejam bilan keldim. Bizning faoliyat turimiz asosan tekstil mahsulotlarini ishlab chiqarish. Mani biznesim marketing bilan bog'liq. Ishlab chiqarish, asosan maxsus formalar, uniformalar bo'yicha ishlab. Biz eng kuchlilarini tanladik. O'z biznesini ko'tarishga tayyor bo'lganlarni. Я основательница косметического бренда Flirt. Ichimliklarga ingredient yetkazib berish bilan shug'ullanamiz. Elektr energetika sohasi bilan shug'ullanaman, import distributsiya. Mana hozirgi kunda 60 tadan oshiq kompaniya bizni ishlatyapti. Man Cherry Mix brendining asoschisiman. Yo'nalishimiz baliqchilik, chorvachilik. O'zbek brendi asoschisiman. Kiyim ishlab chiqaramiz. Loyiha mentorlari global darajali biznesmenlar. Ruslan Mamadov, Mario Russo asoschisi. Premium segment xalqaro bozor. Bir nechta davlatda ishlaydigan real biznes. Создать ту среду обитания, дать им те знания, дать им ту энергию, чтобы они достигли своих целей. Ибо нам этого никто не давал. Dildora Atajonova, Teodora Goods asoschisi, Dalatek ham asoschisi. O'zbekiston mahsulotlarini dunyoga olib chiqayotgan ayollardan biri. Umid qilamanki, bu proyekt, bu show juda ham bir qiziqarli va juda ham mashhur, eng zo'r show bo'lib qoladi deb umid qilaman. Alisher Alimov, Azma Finans asoschisi, Minora AI asoschisi. Biznesni tizimga aylantiradi, texnologiya orqali o'sadi. Maqsadim tadbirkorlarga qo'ldan kelgancha yordam berish, ularga aql o'rgatish emas. Har bir tadbirkor yo'li va yo'nalishi o'zgacha va uni qaytarib bo'lmaydi va birov ko'chadan tashqaridan kelib mana bunaqa qil desa bu o'xshaydi degani emas. Luiza Sharahmetova, Mediva Klinik, Mediva Resort. Strategiya, tizim, masshtab. Ayol tadbirkor sifatida bitta narsani aniq ishonib ayta olamanki, bu hayotda iloji yo'q narsani o'zi yo'q. Agar inson chin ko'ngildan bir narsaga ishonib, harakat qilib va tavakkal qilishdan qo'rqmasa, har bir qo'ygan maqsadiga erisha oladi. Said Talibov, Asclepi Group, STM Holding. Distributsiya, dorixona tarmoqlari, katta tizimlar. Желаю всем большой удачи, желаю вам от этого получить большую пользу. Все менторы, в том числе и я, будем очень много количества времени на это тратить, поэтому максимально воспользуйтесь тем шансом, который у вас есть. Это самое бесценное, что можно получить, когда бизнес строишь собственный. Azam Qahramoniy, Englify asoschisi, Kichel Azam. Bilimni kontentga aylantiradi, kontentni esa biznesga. Bir narsani bilish kerakki, har bir ustoz, men ingliz tili ustozi bo'lib, har bir ustoz o'quvchilarga nimadir o'rgatayotganda aslida o'zi o'rganadi. Men ham kelib yosh biznesmenlarga, o'zim kabi yosh biznesmenlarga yoki startaperlarga bilganlarimni o'rgataman, ularga maslahat berib, ularni birga olib chiqaman tepaga. Va shu orqali men o'zim ham o'saman. Loyiha vizioneri Anvar Abduqayum. O'zbekistonda birinchi o'yinchoqlar imperiyasini qurgan inson. Eng pastdan boshlagan biznesni kitobdan emas, o'z terisida biladi. Assalomu alaykum, hurmatli teletomoshabinlar, internet olami va butun dunyo. Hammamizga Ramazon hayit ayyomi muborak bo'lsin. Bugun sizlar bilan Kamina Anvar Abduqayum va BRB Lift Business Reality Show'si. Biznesni rivojlantirish banki tashabbusi bilan tashkil etilgan ushbu loyiha
nafaqat O'zbekistonda, balki butun dunyoda ilk marotaba o'tkazilmoqda. Bu yerda kichik va o'rta biznes egalari BRB bank tomonidan ajratilgan 500 million so'm grant uchun kurash olib borishadi. Lekin bu shunchaki pul uchun kurash emas. Bu rivojlanish nuqtasi. Har bir ishtirokchimiz o'z mentor boshchiligida uzun yo'lni bosib o'tadi. Har bir qaror bu natija, har bir xato bu yo'qotish. Bu kishi Teacher Azam nomi bilan ham shaxsiy brend qilganlar, juda mashhurlar. Men o'zim ham shaxsan oldin kuzatardim. Oldin kuzatardim. Endi sal kulgiliroq boshladim. Oldingi отписка qilib ketdi. Bu joyini montajda qoldiringlar. Chunki 4 yildan beri umuman hech kimni kuzatishga vaqtim yetmayapti. Bo'ldi, Anvar aka, tushunamiz. Atak sizni kuzatishim o'zi ham bu ham endi menimcha hurmat bo'lsa kerak. Eng videosi uchgan videolarimni men Telegramdan o'zim tashab turaman sekunda. Kechasi ko'rib turishingiz uchun. Zo'r. Endi ishtirokchilarga o'tamiz va birinchi ishtirokchimizni kutib olamiz. Mana ismim Kumush, Toshkent shahridanman. Bizning Meve degan brendimiz bor. Aynan O'zbekistondagi eng sariq quruq mevalarni premium klassda sovg'a ko'rinishida qadoqlaymiz. Kelishimdan maqsad yutish emas. Mana asosiy maqsadim bu networking. Mana shu yerdagi o'zim qatori yosh tadbirkorlar bilan tanishish, ularning biznes g'oyalari bilan o'rtoqlashish. Eng katta narsa bu networking. Men networking orqali rivojlanishni istayman va shu uchun keldim. Chunki O'zbekiston madaniyati, tarixi va insonlari bilan bog'liq bu. Mana har bir to'plamim. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Rahmat. Mana ismim Kumush, Toshkent shahridan Meve brendi rahbariman. Bundan 2-3 yil oldin har doim xorijlik o'rtoqlarimga yoki yurtimizda kelayotgan xorijlik mehmonlarni Chorsu bozorida yoki Oloy bozorida yoki Mirobod bozorlarida aylanib yurganini ko'rganman va ular vaholanki nimaga qiziqishadi? Bizning ona tabiatimizda pishgan quruq mevalarga qiziqishadi. Endi savol tug'iladi. Quruq mevalarni qanaqa ko'rinishda taqdim qilish kerak ularga? Shunchaki polietilen mahsulotiga o'rab olib ketib bo'la olmaydi, chunki u organik mahsulot va bizning aynan Meve brendimiz o'sha jamiyatimizda tug'ilgan bitta muammoga yechim bo'lib dunyoga kelgan. 2025-yil yanvar oyida sotuv boshlaganmiz. Toshkent shahrida 300 kvadratli showroom bilan boshlaganmiz va iyun oyida davlatimiz rahbari men bilan uchrashib aynan meni biznesimni ko'rganlar. Shundan keyin biz Ozarbayjonning Baku shahrida hamda Tojikistonning Dushanbe shaharlarida showroom ochishga muvaffaqiyat bo'ldik va shu kunlarda Saudiya Arabistonining Riyod shahrida hamda Qozog'istonda ochishni rejalashtirib turibmiz. Biz nima qilamiz? Faoliyatimizda atigi 5 tagina xodim bilan qilinayotgan jarayonni aytmoqchiman sizga. Hozirgi kunda oylik daromadimiz 700 milliondan oshgan bo'lsa, birodarimiz har bir ona tabiatdan chiqayotgan har bir quruq mevani bog'bonlarimizdan olib, uni ham tarix bilan, ham madaniyat bilan, ham uni alohida O'zbekistonning estetikasi bilan alohida xizmat ko'rsatish va qayta ishlashni bizada premium klassda ko'rsatish bilan shug'ullanamiz. Har bir to'plamimizning o'ziga yarasha tarixi bor. Produktologlar, tarixshunoslar, rassomlar bilan birga ishlaymiz. Har bir korobkamizning ustiga rassomlar rasm chizadi. Xalq rassomlari bilan birga ishlab, qadoqlashni yo'lga qo'yganmiz. Agar savollaringiz bo'lmasa, men bir donagina to'plamni shunday ko'rsatib bermoqchi edim. Mayli. Tamam. Короче, премиальный бренд сухофруктов. Это Meve kolleksiya, yangi do'ppi, Navruz kolleksiyasi limited editionda chiqqan. Har bir ornamenti bu Farg'onaniki. Nima uchun do'ppini biz Farg'onani atlasiga qo'yganmiz? Chunki O'zbekistonda ilk tarixchiligimizda do'ppi bu Farg'ona va Chust do'ppisi chiqqan. Shu yo'nalish bo'yicha qilingan. Bu limited editionda 100 dona chiqqan. Я не совсем вижу продукт, я вижу красивую упаковку, но не вижу, что в ней. Вы упаковку показываете или kurs kelsa bo'lmaydimi borib? Agar stol bersangiz, To'g'rimi? bo'ladi. Давайте я вам помогу, вы девушка. Давайте, можно я возьму? Забери домой. Нет, давайте, я вам помогу. И ушел. Обед есть. Ana. Iftorlik подошел. Очень красиво. Можно потрогать. Yangi aynan bahorgi setimiz, do'ppi to'plamimizni taqdimot qilib berdim. Juda ham yoqdi mentorlarga. Bu do'ppi to'plamimiz ham atigi 100 dona chiqqan. Ichida O'zbekiston do'ppisi ham bor sovg'a sifatida.
Bu faqat showroomdan sotiladimi yoki onlayn ham sotasizlarmi buni? Onlayn Asahida sotamiz. Hozir можно? Это штука. Можно, спасибо. Это штук. Bu O'zbekistondagi barcha tarixiy binolarning ornamentlari yig'ilgan. Va buning ichida Paxtakor metrosining ornamenti ham bor. Va buni orqasida har bir mahsulot o'zi haqida gapirib beradi. Deylik, bu pista. Pista o'zini Surxondaryoda yetishtirilgani, u uchun dehqonlar u bilan birga ishlagani hammasi haqida yozib gapirib bergan va kaloriyalarini bo'lib chiqamiz va uni saqlash muddatlari bor. Har bitta upakovka обязательно teruvchilar tomonidan teriladi va undan keyingina bu usti upakovka bo'ladi. Juda zo'r noyob sotish taklifi bor ekan, haqiqatdan. Premialniy такой. Mahsulot qarang, bozorda mahsulot ko'p, lekin undan ajralib turadigan xususiyatga ega ekanligi bu aynan sizni sotish darajasini. Deylik, bu magiz. Главный лицо бренда. Plomba har bir odam tomonidan ochiladi. Hey. Va cho'psiz, donaksiz magiz. За ваше здоровье. Hamma mentor menga juda ham ko'proq yoqdi, lekin ozarbayjonlik mentorda ko'proq qiziqish uyg'otdim. Ular meni tushundilar. Какой месячный оборот? Oylik оборотim hozir o'rtacha 700 million so'm. 700 milyon som это доллар. 58 bin dollar где-то. Это 78 bin dollar bir ayda. Bir ayda. Bir ayda. Sizning oldingizda turgan o'sha to'plamimizning narxi 400 dollar. Shu 400 dollar turadimi? Qancha necha gramm mahsulot bor? Hammasi orqasida yozilgan grammlar, mahsulot har xil ketadi, orqasiga yoziladi. Nima deya olasiz? Qanaqasi kengaymoqchisizlar? 700 million oyiga kamda? Xalqaro qiyosga chiqqanda menimcha ko'p, chunki bu milliy qadriyatlarimiz bilan bog'liq. Yo, uchunarli, lekin men nima demoqchiman? Bu narsa O'zbekistonda sotiladi asosan baribir. Ya'ni bizdagi turistlar ketayotganda oladi. Turistlar oladi. Lekin mahalliy aholi emas. O'zbeklar buni olmaydi. O'zbeklar nima qiladi 400 dollarga buni olib? Azam qo'shilmayman fikringizga. Kilolab olishadi. Fikringizga umuman qo'shilmayman. Buni turistlar olmaydi, chunki turistlarning o'rtacha byudjeti maksimum 100 dollargacha bo'lgan narsa bo'ladi. 400 dollarlikni faqat premium klassdagi sifatida ham juda chiroyli upakovkada, ya'ni prezent qilib berishimizga. Nabarot, bizadagi biznesmenlar o'zini o'sha hamkoriga, katta mijozlariga sovg'a qilish. Masalan, men ham hozir nima sovg'a qilsam ekan deb o'ylasam, udivit qilmoqchi bo'ldim. Chunki ularni ta'sirotini kengaytirmoqchi bo'lasiz. To'g'ri, chunki yurtimizga keladigan har bitta mehmonga nima beramiz? O'sha to'n beramizmi, zarchopon yoki yana nima beramiz degan bitta taklif bilan chiqqanmiz mevaga jamiyat uchun. Hozir kelayotgan har bitta investor uchun, yurtimizga kelayotgan muhim tashriflar, mehmonlar uchun aynan mevani xarid qilishadi. Biz nima uchun buni juda ham zo'r ko'rsatishga harakat qilyapmiz? Nima uchun shuncha san'atshunoslar bilan birga ishlayapmiz? Shunchaki quruq meva sotmoqchi emasmiz. Bu meva, bu san'at. Men mana shu narsani tushuntirmoqchiman. O'zbek xalqiga ham hozir xorijda qanaqa sotib olishadi deyshti. Yozi bilan mana anomal issiq payti to'liq bizani showroomda doimiy ravishda turistlar bo'ladi. U yerda teri berishadi, shou qilib, u yerda kofe ichishadi, doimiy hamma mahsulotdan tatib ko'rish mumkin. Turistlar o'sha evaziga showroomga endi aniq savollar bor. Segment kim? Klient, mijozlaringiz kimlar? Segmentim yurtimizga kelayotgan yuqori qatlamdagi mehmonlar. Как у вас продажи в Азербайджане? Ozarbayjonga? Да, в Азербайджане. Ozarbayjonga sotuvlaringiz yaxshimi? Yo'q, Ozarbayjonga hozir bir 200 million, 150 million oylik shunaqa. Sotyapsiz, to'g'rimi? STM qilibdi, kak ularni brendida, ularni nimasiga moslab. Yo'q, brend meva bo'lib boradi. Endi chetida meva bo'lib turadi. Yo'q. Asosiy meva, asosiy meva. Ya'ni o'tda O'zbekistonligini bari ko'rsatasizmi? Ozarbayjon bu podacha qilinmaydimi? Yo'q, faqat dizaynida Ozarbayjonning ornamentlari ishlatiladi va u yerga uni kitobiga yoziladi. Ushbu to'plamning yuziga, misol uchun Ozarbayjon xalq rassomining palon kartinasi mualliflik huquqi olinganda. Ya'ni siz ozarbayjonliklarga o'zini chet eldan kelgan mehmoniga ham shuni qimmatga sotishga imkoniyat yaratib beryapsiz, to'g'rimi? Russo ko'rganmiz Ozarbayjonda shuni. Я и в Азербайджане мало бываю. Birinchi o'ndan boshlayaq. Понятно, да. Keyingi savolga o'tamiz va bu ishtirokchini tugatamiz, to'g'rimi? Bitta savol bo'ladi. Bitta savol oxirgi Dildoraga. Yo'q, kechirasiz, Russo, meni sohamda, menda bitta savol emas, ko'proq. Sizga gap ham berishmadi o'zi bular. Lineykada qaysi mahsulotlaringiz bor? Hozir mana ko'rdim, mayiz bor ekan, qora mayiz. Juzunchoq, bodom bor ekan, to'g'rimi? Nechta sizda? Hozirgi kunda 14 xildagi mahsulotimiz bor, lekin mavsumga qarab 19 xilgacha ko'tariladi. Tushunarli. Bu mahsulotni hozir qayerdan olasiz? Men hozir hududlarimizdagi dehqonlarimizdan, bog'bonlarimizdan yillik shartnoma qilib olyapman, chunki eng yuqori sifatdagini olishim kerak, yil 12 oy.
Qanaqa holatda olyapsiz? Kalibrovka. Mana dehqonlarimizda o'zaro juda hali kir holatda sotiladi. Mana biz qancha ishlaymiz. O'zi to'g'risini aytsam, menimcha dehqonlar optovoy bozorga chiqarishadi, optovoy bozordan keyin sotib olinadi bu mahsulot. Keyin bu mahsulot уже mo'yka ishlov berib, tozalab, keyin uni upakovka qilinadi, to'g'rimi? Yo'q, ular o'zi yuvib, o'zi tayyor qilib berishyapti bizga. Ha, demak, ular yuvdirib kelib beryapti. Qimmatga olyaptilar-ku, kichkina miqdorda. Siz o'zingiz borganmisiz o'sha joylarga? Borganman. Ko'rgansiz, mo'ykasini ko'rgansiz ham? Yo'q, mo'ykasini ko'rmaganman. Lekin yuvadi deb o'ylaysiz? Обязательно u kelayotgan payti, men o'zimdan kelgan payti, chunki shartnoma bo'yicha men ularni testdan o'tkazganman-ku. Mahsulot o'zgarmasligi kerak menda. Mana bu narxdan qancha pul себестоимостda upakovkaga, necha foiz upakovkaga ketyapti? O'zi себестоимость nechi pul u korobkani? Endi себестоимость endi har holda 2x emas. Korobka qimmatroq, produktolog ishlash qimmatroq bizada. Lekin prosta grafik dizayner ishlamaydi, art dizayner ishlaydi. Keyin bironta tarixshunos kelib biz bilan birga ishlaydi. Bu ham shartnoma degani. O'shaning uchun себестоимость ancha balandroq, $250 ga bemalol boradi. Lekin tannarxingiz qimmat. Qimmat ekan tannarxingiz. Qimmat. Tannarxini o'ylab ko'rish kerak va tushirish kerak dedilar. Men O'zbekiston tarixi, madaniyati, san'ati qo'shilgan to'plamni arzonga sota olmayman. Kumushxon, B&B Lift loyihasidan kutayotgan aniq maqsadingiz nima? To'g'risini aytsam, g'oliblikni ham o'ylaganim yo'q. Moliyaviy daromadga ham ehtiyoj sezmayapman o'zimda. Meni maqsadim o'sha networking qilish edi. Eng muhimi shu sizlar bilan tanishish, do'stlar bilan tanishish, chunki hech qanaqa kreditsiz boshlaganmiz. Bir yilda o'sha 2ta davlatda sotilishimiz, Samarqand shahrida showroom ochganman. Mustaqillikka o'zimizga to'yona qilib hamkasblarga. Shuni o'zi ham yaxshi men uchun. Va bugun brendingizni bir necha ming undan ko'p bo'lmasa agar televideniya orqali MV brendi haqida bilishdi va o'ylaymanki bu ham sizga уже bitta katta qadam. Ya'ni kim o'ziga olishi mo'ljallayapti Kumushxonni? O'zi investitsiya kerakmi, kerak yo'qmi? Shuni tushunmayman. Investitsiya kerak. Nimaga ishlatasiz? Bu yilgi 2026-yilga yon daftarimga yozgan, eng birinchi yozib qo'ygan planim bu Toshkent shahriga yaqinroq bo'lgan mevani bog'ini yaratish. O'sha 5 qator yong'oq, qanchadir miqdorda anor ekib, qanchadir miqdorda magis hosil qilmoqchiman. Agronomlar bilan birga ishlamoqchiman va turistlarni etna showroom qilib, u yoqda jalb qilib, yong'oqni chaqib ko'rishini, qovunni quritishini shu yoqda ko'rsatmoqchiman. O'ylaymanki, buni ko'p gaplashganmiz mas'ullar bilan. Necha pulligan loyiha o'zi? Taxminan 600 million, 700 million ketib qoladi. Yetadimi 600-700 deb o'ylayman. Bog' qilishingizga. Endi bu juda ham katta bog' emas, kichikroq yo'nalishda, ko'proq mevalarimizni. Bir sekund, mana eting Dildora necha pul ketadi shu aytayotgan etni? Endi anataga sotiqga gektarga bog'liq-ku, lekin masalan 1 gektar bog' $2 million dan $4 million chunki uni irrigatsiyasi ketadi так далее. Yillar bor-da uni. Buni hozir o'ylayaptilar. Ochdim, ya'ni qildim, bitta ekib qo'ydim, bo'ldi deb, to'g'rimi? Uni yillar davomida. Yo'q, yillar davomida ham ko'ryapman. Men faqat ochilishini o'ylayapman. Aytganingizdek, keyin yer sotxona. Biznesni boshlayotganda ikkita etap bor. Birinchisi boshlang'ich kapital bilan start qilib olishingiz, ikkinchisi uni startdan keyin yurg'izish, minusda ishlaysiz boshida. O'sha har oyda qanchadir rasxodingiz bo'ladi. Shuni qoplab turadigan yana investitsiya kerak bo'ladi. Men bitta narsa aytmoqchiman. O'zi Kumushxon, ismingiz ham juda chiroyli, biznesingiz ham juda chiroyli. Siz mana prosta biznesingiz quruq meva haqida emas, men ko'rib turibman. Bu lyuksus tovar haqida. Bu premium lyuks. Hozir nima bermasa ham o'tga upakovkaga xuddi shunaqa qanaqadir rezultat bo'ladi. Поэтому men prosta lyuks segmentdan emasman. Menda jaydaricha kilo olib, tonnalab quruq meva haqida ketyapti. Ish mana bir sizdan o'rganishim kerak, qanaqa qilib buni chiroyli upakovka qilishni, поэтому da qimmatroq sotishni da. Mana aynan oziq-ovqat yo'nalishida meni yo'nalishimda mentor bor, mentorlarning ichida, lekin ular eksport jarayonini bu tonnalab furada eksport qilishadi. Meniki organik mahsulot bo'lgani uchun men upakovkada high class uchun qilaman. Premium klassda eksport qilaman. Shuning uchun biz bir-birimizni ozgina tushunmadik. No, menimcha eng asosiy hozir sizning yutug'ingiz это reklama, действительно, hozir shuncha odam ko'radi bu mahsulotni. No, da, men sizda bash estetika bor-da. Kimga to'g'ri keladi, kimga beramiz? Men o'zim tavsiya qilib yordamlasha olaman sizlarga. Men o'zim masalan, ostan 10 yilda bo'lsam, kim olardim? Luiza, nimaga? Luksus klinikangiz bor, lyuks mijozni jalb qilishni o'rgatish kerak. Hozir kumush rivojlanish nuqtasi. bo'lardim.
bu kumush rivojlanish kerakli nuqtasi narsa. faqat lyuks mijoz jalb qilish. Buni tajriba yo'q. Bu ishini zo'r biladi, bu ishini mehr bergan, lekin endi yangi qanaqa qilib Tajriba kengayishni bila olmayapti. Ikkinchi mijoz bu mijoz nima? Uzr, mentor, russo bo'ladi, faqat ruscha sal yaxshi bilmasa ekanlar, qiynalishlari mumkin. Lekin Dorada juda katta malaka, tajriba olishlari mumkin. Eksport salohiyatini oshirish bo'yicha. Bu meni fikrim. Hozir eksport qila olmaylar deb, bu Lekin, yerda qimmat sotish kerak. Katta qiymat. Bu masalan mashina ichidagi себестоимость $50 ham turmaydi-da. Xom ashyosi, mehnatini aytmayapman. Haqiqatdan premium va brendni premium darajasida olib chiqish maqsad bo'lsa, Ben tariflemeye başladım. Bu yüzden istedik götürmeye ona. va ikkinchisi bu tannarx. Chunki bizni biznesimizni rivojlanishi faqat bir oylik tushumga bog'liq emas. Uni to'g'ri tuzilgan biznes rejasi va uni mahsuloti tannarxi. Shuning uchun men shu ikkita yo'nalish bo'yicha albatta sizga shaxsiy kesimdan va tajribamdan bo'lishim mumkin. Sizin neçe yaşınız var? Yoshim 34 da. 34 maşallah. Neçe yıldır bu brend məşğulsuz bu brendlə? 1 yil bo'ldi. Sotuvga may oyidan kirgan o'tgan yili. Ochilganimizga 1 yil bo'ldi. Maşallah bir ilə siz normal inkişaf edirsiniz. Amma bugünkü gündə və yəni mən inanıram ki, siz gözəl bir uğurlar qazanacaqsınız. Onu 100%'lik bilirəm. Amma təəssüflər olsun, o uğur məndən olmayacaq. Oxirgi xulosamiz, demak, Luiza siz qabul qiladigan bo'lsangiz, Kumushxonni sizni mentorligingizga topshiramiz. Kelishdik, tayyorlanib olishga. Молодец. Tabriklar. Chotda. Lekin menga aniq shu tannarxini tushirish kerak buni degan savollar yoqmadi. Agar men mentor bo'lganimda, agar men boshqa anaqani o'sha O'zbekiston haqida, vatan haqida gapirayotgan bu biznesni eshitganimda, keling buni qiymatini oshiramiz. Keling buni narxini oshiramiz. Sizni mana shu to'plamingizda yana ozgina to'yintiradigan joyi bor. Yana ozgina nimasidir qo'shsak, sizni qiymatingiz mana shuncha balandga sotiladi degan javobni bergan bo'lardim. O'shandan ozgina ko'nglim og'ridi. O'zbekorga menga bu botga kelib tushmagan ekan. Tashab ketavering, chetga to'g'ri. Podarka sovg'a emasmi bu? $400. $400 $400 bering va mahsulot egasi bo'ling. Tajriba eng katta narsa, eng katta boylik. Men nazarimda o'sha tajribaga ega bo'ldim deb o'ylayman. Aka, nima yo'nalish edi? Bizdagi kasb bo'yicha. Qanaqa kasb? Bizda Kasblar akademiyasi, ya'ni O'zbekiston yoshlarini dunyo jahon bozoriga shu kasbi bilan muhandis, injener qilib ta'minlab berish. Ya'ni hozirgi yoshlar hamma aytishni yoki sportchi yoki startapchi bo'lmaydi-da. Foydasi nima uni? Sun'iy intellekt qila olmaydigan kasblarni biz amaliy tarzda o'rgatamiz. Bilmadim, investitsiya qiladilar bunga yo'q lekin. Meni yo'nalishim ta'lim yo'nalishi, aniq proyekt tuzilgan, kuchli yo'nalish. Men siznikini tushunmadim unchalik. Shunaqa, endi biznikini podrobni tushuntirib berib tushunasiz. Endi ta'lim yo'nalishida juda ko'p ekan bu yerda kelganlar hozir. Ta'lim yo'nalishi bo'yicha, startup, IT bo'yicha rivojlantirish bo'yicha. Endi ko'ramizda endi natijasini xudo xohlasa. Mayli, ko'raylikchi. Biznesim ta'lim yo'nalishi London Academy test markazi yosh kitobxonlik marafoni bilan shug'ullanamiz. Maqsad bolalarni kitob o'qishga undash, o'qishga bo'lgan ishtiyoqni oshirish, telefon, gadjetlardan yiroqlashtirish. Meni loyiham 100% zo'r ekanligiga ishonchim komil, o'sha uchun shunchaga keldik. Keling. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ismim Abdurahmon, Buxorodanman. London Academy test markazi asoschisiman. Hozirda bir loyiha boshlaganmiz. Loyihalarimiz ma'naviy ahamiyatga ega. Yosh kitobxonlik marafoni. Marafon maqsadi o'quvchilarni kitob o'qishga undash, o'qishga bo'lgan ishtiyoqni oshirish, maksimal tarzda telefonlardan yiroqlashtirish. Ijtimoiy loyiha. Ayni paytda Toshkentda ishlayapmiz. 4 oydan beri Toshkentda biz 20 dan ortiq maktablarni qamrab oldik. Konversiyamiz juda kuchli. 200 dan ortiq o'quvchi jalb qilinyapti. Xohlovchilarga konversiya chiqarib, ularni ota-onasi bilan majlislar o'tkazib, xohlovchilarni loyihamizga taklif qilyapmiz. B2B qanaqa ishlarni aytib keting darrov birdaniga. Taklifingiz nima? Nima xizmat berasizlar? Nima oladi maktablar? Maktabga, ya'ni shu maktab direktori bilan memorandum tuziladi. Memorandum tuzilgandan keyin o'quvchilarga targ'ibot o'tiladi. Targ'ibotda shu bolalarni kitob o'qishga undash, o'qishga bo'lgan qiziqishni oshirish haqida aytib o'tiladi. Bolalarga targ'ibot qilingandan keyin keyingi tizim taqdimot ota-onalar uchun bo'ladi. Ota-onalar majlisi bo'ladi. Ya'ni nafaqat bolalar, uni ota-onalari bilan ham ishlaymiz. Ota-onalar bilan uchrashgandan keyin ota-onalarga kitobni berish, kitob o'qitish qay darajada ahamiyatli ekanligini o'rgatgandan keyin sotuv bo'ladi. Biz ideya sotamiz, loyiha beramiz. Shart
shartlarini tushuntiraman. Bolalarga bittadan kitob beriladi. Kitobni o'qish uchun 3 oy muddat vaqt beramiz. 3 oydan keyin o'sha kitob asosida test olamizda, testda kuchli natija ko'rsatganni televizor, planshet, telefonlar bilan taqdirlaymiz, motivatsiya bo'lish uchun. 2 yildan beri ishlayapmiz. 2 yildan beri bor biza Buxoro, Samarqand, Qashqadaryoda 10 mingdan ortiq ishtirokchi jalb qildik o'zimizga. Toshkentda oyiga 400 dan ortiq ishtirokchilarni jalb qila olyapmiz. Tushunarli. Xususiy maktab farqi yo'q, davlat maktabi farqi yo'q. Asosan davlat maktablari bilan ishlaymiz. Tushunarli. Men uchun bu biznes emas, bu ko'proq ijtimoiy loyiha, ko'proq katta universitetga kirishdan oldin bolalar yig'ilib qiladigan katta ishga o'xshayapti. Sotsial proyekt, ha? Shunaqa. Kommersiyasi bor albatta, lekin kommersiyasi nima men tushunmadim. Bilmadim, menimcha bahona bo'ldi ijtimoiy tarmoq, ijtimoiy loyiha ekanligi. Qolgan Saidbek savol bormi sizga? Pul qanday ishlaysiz? Men buni tushunmadim. Juda yaxshi savol berdingiz. Loyihada ishtirok etish pullik bo'ladi. Har bitta maktabdan boya aytganimdek 200 tacha lid olamiz o'zimizga. 200 ta liddan operatorlarimiz gaplashib chiqadi. 20% minimalniy konversiya garantirovanno. 20% konversiya bo'ldiki, kitob beramiz bolalarga, maktabga borib kitoblar yetkazib beriladi. Loyihada ishtirok etish 75 ming, 100 ming atrofida bo'ladi. Kitobni oladi, loyiha uchun to'lov qiladi. Podpiskadagmi bu? Podpiska, model podpiski. Tushunmadim, qarang, ya'ni o'quvchi sizga pul to'lashi kerak. Xuddi shunday. Siz unga kitob o'qittirishingiz uchun. Xuddi shunday. Shunaqa model ishlayaptimi hozir masalan? Ishlayapti. Undan oldin boya aytgandek 2 yildan beri Buxoro, Samarqand, Qashqadaryoda 10 mingdan ortiq ishtirokchini jalb qildik. Pul to'lagan, qarang. Pul to'lagan. 10 mingdan ortiq. Pul to'lagan. Xuddi shunday. Ayni paytda Toshkentda Zangiota tumani bilan ishlayapmiz. 20 dan ortiq maktablarni jalb qildik. Har bitta maktabdan 30 tadan 40 tadan o'quvchilar bizga murojaat qilib kitoblarimizni olishyapti. Maktab majburlab to'lattiryaptimi yo'q? Yo'q. Agar maktab majburlab to'layotgan bo'lsa, unda maktablar lid beradi, ota-onalar bu klient. Bizni xodimlarimiz borib targ'ibot qilishadi. Targ'ibotda bolalar qatnashmoqchi bo'lganlar anketa to'ldirishadi. Anketa to'ldirilgandan keyin bizni operatorimiz har bitta ota-onaga qo'ng'iroq qilib trening majlisga chaqiradi. Trening majlisga bizni ustozlarimiz, bizni psixologlarimiz borib ota-onalar bilan maktab orqali bolalarga chiqasizlar. Xuddi shunday. Keyin ota-onani klient bo'lish kerak, to'g'rimi? An'anaviy tarzda marketingingiz an'anaviy tarzda. Maktabdan keladi-da. YouTube'imiz bola ota-onasining oldiga borib, tasavvur qilinglar, 5-sinf, 3-sinf bola 21-asrda kitob o'qiyman deb murojaat qilyapti. Обороtingiz hozir necha pul oyiga? Oylik oborot 30 milliondan ortiq. Nechta klientingiz dedingiz? Oyiga 300-400 dan mijoz bo'ladi. Abdurahmon yuqori natija qayd qilganligi sovg'a-ku. Xuddi shunday. Bu deylik 30 taning ichida top 3 tasigami yo 30 taning hammasi zo'r natija qilsa hammasiga beraverasizmi? 100% natija ko'rsatgan hammasiga beriladi. Testlar 3 bosqichda bo'lib o'tadi. 3 ta bosqichdan ham o'tsa, 3-bosqichda 100% natija ko'rsatgan hammasiga birinchi o'rin beriladi. Tushgan puldan mana sovg'aga qancha ajratyapsiz? Shu foyda qanaqa bo'lyapti? Sof foyda 300%, оборотdan 300%. 70% demak sovg'alar olyapti, rasxodlaringiz to'planib ketyapti. Sovg'a, ofis, xodimlar. Sovg'a necha foizda turibdi? Menga shu tiqsiz. 10%. 10%. To'g'ri o'ylayapman, bu o'zi zo'r. Zo'r loyiha. Abdurahmon, maqsad nima? Ijtimoiy maqsadi nima bu loyihani? Bolalarni kitob o'qishga undash. Demak, maqsadingizga erishsangiz, biznesingiz yopiladi, shunaqami? Albatta, yo'q. Savolingizni oxirigacha eshitmadim, ming bora uzr. Boya aytganimdek, London Academy test markazida bir qator loyihalar bor. Bu loyihadan o'tgandan keyin bolani keyingi loyihaga o'tamiz. Yosh liderlar klubi loyihamiz bor, onlayn kurslarimiz bor. Shunga o'xshash loyihalarimiz bor, lekin ayni paytda butun respublika bo'yicha shuni tashkillashtirmoqchiman. Siz buni как hook deb yig'ib olasiz. Keyin unga LTV boshqa produktlar sotyapsiz. Zo'r o'ylagan ideya. Abdurahmon, nimaga sizga grant puli kerak? 500 million so'm nega kerak? Menga 500 million so'm kerak emas. Gap yo'q. Menga 20 ming dollar kerak. Butun respublika bo'yicha hamma joyda ofis ochib, xodimlarni olib, massiviy bolalarni qamrab olib targ'ib qilish, kitob o'qishga. Juda ham ko'p ishchi kerak bo'ladi, bilasizmi? Marjangiz ko'tarmaydi keyin. Volontyorlarni ishlatmoqchiman. Qashqadaryoda volontyorlar bilan ishladik. Bepul emas, ularga ham oylik to'lanadi. Ularni nima uchun imенно volontyorlar? Chunki loyiha ijtimoiy loyiha, siz aytganingizdek, ularga bu qiziqish paydo bo'ladi va volontyorlar hammasi vatanparvar. Ularni jalb qilgan holda, ularga oylik to'lagan holda, kerak bo'lsa 1 oyda bitta viloyatni tugatish imkoniyati mavjud. Ijtimoiy harakat bu, tushundim. Bu unda yaxshi. Maksimal oborot qancha bo'ladi 1 yildan keyin? Agar investitsiya qilsangiz, Toshkentning o'zida 2 milliard. Hozir 30 million 2 milliardga chiqadi. Toshkentning o'zida. 1 yilligami u? Bu yillik. Foydasi 10%, to'g'rimi? 30%. Men o'z ishimni mutaxassisman, bu loyihaga maksimalni garantiya beraman. Aytgancha background haqida gapiring. Siz jamoangiz qayerdan, background qanaqa o'zbekchalab, men bilmas ekanman. Tushundingiz-ku?
o'zimni ishimni ingliz tili o'qituvchisidan boshlaganman. Ingliz tili grammatikasidan dars beraman. Azam bu sizni muxlisingizman. Bugun faqat Azamga o'zi hamma kelyapti. Siz onlayn kurs loyihasini boshlaganingizdan keyin sizdan ozgina o'g'irlab o'zimiz ham onlayn kurs tashkillashtirganmiz. Kuchli biznes. Demak, Azamni qidirib kelibsiz bu yerga. Bozordagi nomeradingdan ko'chirish kerak, eng zo'r yo'l. Azamni kerak emas, siz kerak. Молодец, bo'ldi. Bularni tugatamiz. Kim oladi, kimga so'z bering? Конечно, Azam oladilar. Juda ham qiziq, lekin ijtimoiy harakat bu. Biznes emas-da. Biznes emas. O'shaning uchun ijtimoiy harakat boshqa yo'llar orqali ham mablag' jalb qila oladi deb o'ylayman. Shuning uchun bu yerda men o'zimni ham mentorligimni ham ko'rmayman. Men ola olmayman, yo'q. Mani shaxsan fikrim, da siz aytganingizdek sizga 500 million kerak emas va sizni o'zingizni prezentatsiya qilishingiz, ya'ni to'liq fikringizni yetkaza olishingiz, g'oyangizni ertangi kuniga ishonishingiz va kelajagingizni o'zingiz bilganingiz uchun eng katta va zo'r qadamni o'zingiz qila olasiz. Sizga men hozir rostdan ham kuchli mentor kerakligini ham ko'rmayapman va sizga 500 million bilan siz oldingizga qo'ygan maqsadingizga ham erisha olmaysizda. Shuni hisobini olib, mani fikrim sizga sal boshqacharoq yo'nalishda ketishingiz kerak deb o'ylayapman. Bo'ldi, tugatamiz. Rahmat kattakon. Ishlaringizda omad. Rahmat. Ular meni gapirishimga, o'zimga bo'lgan ishonchimni ko'rib, men o'ylayman, ijtimoiy loyiha muvaffaqiyatli ekaniga ishonishdi. Bu meni to'xtatmaydi. Umuman olganda BRB loyihasi juda zo'r, BRB Lift loyihasi juda zo'r loyiha bo'libdi. Juda zo'r ideya. Rahmat buni tashkillashtirganlarga. Bundan tashqari biznes rivojlantirish mikro moliya tashkiloti bundan-da yaxshiroq takliflarni beradi deb o'ylayman. Men Boynazar Umida Bahodirovna, yoshim 37 da. Meni biznesim kunlik va smenalik va soatlik ish o'rinlarini ishchi bilan ish beruvchini bir-biriga real time vaqt rejimida tezkor bog'lab beradigan AI platforma. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Men Boynazarova Umida Bahodirovna, yoshim 37 da. Meni biznes g'oyam IT platforma. Bu B2B bilan B2C ni bir-biriga bog'lab beradigan platforma. Ishchilarda ish beruvchi bilan bog'lab beradi. Bizga ma'lum ish e'lonlari bor kanallari ko'plab topiladi umuman. Shularda statistikasini olgan holatda bulardan ustunroq hisoblab ish beruvchilar ish e'lonlarini primoy bizni platforma orqali ochishadi. Misol, sizda bugun o'zingizni restoraningiz yoki kafengiz borda ishchi bir kun birdan kelmay qoldi yoki oshpaz yoki tozalik xodimasi kelmay qoldi, o'sha sizga srochniy ish kerak. Bunda bizni loyiha yordamga shay bo'ladi. Siz platformaga ish beruvchi bo'lib ro'yxatdan o'tasizda, menga soat 8 dan kechki 8 gacha bir smenada 12 soatda shunaqa talablar asosida bitta ishchi kerak. Xizmat haqi 100 ming so'm yoki 150 ming so'm o'zingizga belgilangan normaga asosan chiqarasiz. Platformaga vaqt time rejimda ko'rinadi, hammaga platformadagi a'zolarga ko'rinadi. Asosan ularda men rejalashtirganman, talabalar, uyda o'tirib qolgan, vaqtincha ish kerak yoki soatli ish kerak bo'lgan ayollar bor, yana ishsizlar ko'p. Shularni biri oladida, siz lokatsiya, geolokatsiyangiz orqali keladi. Siz uni ish boshlashini tasdiqlab berishingiz kerak. QR kodi o'zida bo'ladi. Ish boshlashini tasdiqlaysizda, ishni boshlaydi, sizning ishingiz bitadi. Keyingi xodimlaringiz nagruzka bilan ishlamaydi. Albatta, u kelmay qolgan odamning o'rnida darrovda yarim soat yaqin atrofdagi ishchi kelib, ishini bajarib, siz bergan pulni karta ulangan bo'ladi platformada. Kartasiga 20 daqiqa ichida tushadi o'zi platforma orqali. Ish beruvchilarga plus tarafi ish e'lonlariga oshiqcha rasxod qilishmaydi. Yana boshqa ishchi istab vaqt kutishmaydi. Shtop keyingi ishchilari o'zini qo'lidagi jamoasi nagruzka bilan ishlamaydi. Qatdan foyda ko'rasizlar? Foyda 10% ishchidan 10% olinadi, har bitta ishchidan 10% olinadi. Ishchilarni o'zini qasdan topasiz? Hop, biznesdan olasiz, biznes egasiga Biznes egasi to'laydi. Yo'q, biznes egasi emas, ishchi to'laydi. Bu meni birinchi biznesim bo'lgan. Aynan HR yo'nalishida biznes ochganman. Ya'ni biz korxonalarni xodimlar bilan
ta'minlardik. Sizda ko'proq uy xodimlari bo'lsa, bizda ofis xodimlari bo'lgan va biza ham paytida shunaqa ishlaganmiz. Ya'ni kimni ishga joylashtirsak, ma'lum испытательный srok vaqtdan keyin, ya'ni 2 haftadan keyin korxona xodimi olib qolaman desa, demak biz ishchini oyligidan olardik va bu narsa menga yoqmagan, chunki 2 yil kurashganman kompaniya to'lashi uchun, chunki kompaniyaga kerak xodim, lekin biz buni amalga oshira olmaganmiz. Aytmoqchi bo'lganim, platforma qiziq, lekin qachongacha siz xodimdan olasiz? Sababi ishini sifatli qiladigan, yaxshi qiladigan xodim, ya'ni spetsialist foiz to'lamaydi. U 10% bo'lsin, 5% bo'lsin, 20% bo'lsin, chunki unga talab doim yuqori bo'ladi. Ish topa olmagan yoki qobiliyati yo'q yoki umuman tushunchasi yo'q, birinchi marta bu ishni qilmoqchi bo'lgan inson balkim noilojlikdan siz bilan ulush deylik, shuni bo'lishadi. Ya'ni maslahatim, siz o'zingiz kompaniyangizni fokusi ko'proq xodimga emas, korxona, ya'ni ish beruvchi odamga qaratish. Sababi sizda har doim keysingizda, ya'ni ba'zida yaxshi malakali xodimlarni taklif berish, ya'ni sifatli yondashuv ko'tariladi. Chunki bu narsa ertaga provalga olib keladi. Bizda shunaqa bo'lgan bizda. Ha, u men o'rganib, O'zbekistonda o'rganib chiqqan bizneslarim ko'pincha oylik bir oyga ishlaydi. Lekin bizda talabalar bor, qo'shimcha ish o'rni kerak insonlar borda. Shularni men ko'p hisobga olganman. Sohotlik, misol bir odamga biz shu ikkita pozitsiya ish beruvchi, yuridik ham jismoniy shaxs. Agar jismoniy shaxs bo'lib pozitsiyada kirsiz, o'zingiz uyingizga misol uchun tadbir o'tkazasiz, boshqa o'tkazasiz, 4 soatga, 5 soatga bitta yordamchi ishchi kerak deyishingiz mumkin. Geolokatsiya bilan kelib sizga yordam berib ketadi. Ko'pincha student talabalar. Umid opa, siz o'sha ishchilarni qayerdan topasiz? Ishchilarni platformani tatbiq qilib bozorga kiritganimizdan keyin kunlik ishsizlar soni ko'p-ku, talabalar asosan yo'q, O'zbekiston bo'yicha umuman. Eng minimum summa hozir shu oxirgi chiqasini aytay, eng minimum summa 5 milliard 700 million so'm daromad tushadi. 10% ni olganimizda 1 yil ichida 5 milliard 700 ming so'm pul tushadi. Sof foydasi 2 milliard Я знала. To'g'ri yoqdi, chunki u eshita bildi, mendagi ustun platformani ko'ra bildi. Boshqa mentorlar buni faqat fokusini ishlamaganligi, hali bozorga kirib kelmaganligiga qaratdi, lekin to'g'ri bundagi ishga tushirgandan keyingi insonlarga va investorlarga tushadigan foydasini ko'ra oladi. Men shu platformani o'zi administratori bo'lib ham, yana ishchisi bo'lib ham ishlab ko'rdim supermarketlarda. 8 oy vaqtim shuni o'rganish bilan o'tdi. Hozir ham ishchi bo'lib o'rganib kelyapman-da, hozir ham nochlarda ishga boryapman. Shu ish e'lonlari bo'yicha nochda borib joylarni o'rganib kelyapman. Ularga ekstreniy holatda kim yetishmay qolyapti, yoki power ketib qolyapti, yoki posudomakasi, yoki savol bor. Yo, to'xting, savol bor. Bu platforma keyin savol beryapman. Существующий или нет? Ya'ni faoliyat hozir startda shu bozorga olib kirish etapida. Tayyormi? Yo'q, platforma yasalganmi? Yasalgan. Tugmada hammasi qilingan. Поэтому я говорю, это не наша цель. Она стартап. Bizani loyihamiz 5-7 milliard kim aytdi? Ana aytdilar. Plan. Luiza to'g'ri aytdingiz, bu startap hali boshlanmagan biznes. Mana любой biznesda qachon u ishlayotgan hisoblanadi. Minimum bitta odamga sotish kerak, pul tushish kerak. Va o'sha o'zini oqlayaptimi degan savol bo'ladi. Keyin betga o'zini oqlayotgan Pirusdagi biznes kelish kerak. Va o'sha Pirusdagi boyga teatrchi bola ham Pirusda u 80 million savdo qilyapti. Mana-da, sizda hali yo'q-ku, hali u nima deydi, eshuna nima deydi, ochilmagan. Birinchi qadamdan o'tgan. Ikkinchi qadam tashalish kerak edi. Keyin uchinchi qadam tashlaganingizdan keyin kelsangiz, biz ko'rib chiqamiz. Hali bu loyiha xudo xolisi yil davomida davom etadi. Keyin ochib ishga tushirib, keyin kelsangiz bo'ladi. Sizga rahmat. Отказ bermanglar iltimos. Meni tushunishmadi shekilli. Men tushuncham bo'yicha bu loyihalar startaplarda, loyihalarda
g'oyalarni amalga oshiradigan makon deb kelgan edim, lekin bu yerda tayyor biznesga ishga tushirib, platformani tayyor holatda, pul topadigan holatda keltirganingizda keyin kelasiz deb aytishdi. Yordaminglar menga mayli, pullarni bermanglar, shunday biznesga ichkariga kiritish uchun menga imkon beringlar. Bizda agroplatforma, bizda katta тоже kompaniya, alohida siz bilan anaqa qilish. Просто meni anaqa raqamlarimni olsangiz, biz alohida uchrashamiz, xo'p? Xo'p, xo'p. Rahmat. Rahmat sizga. Xo'p. Assalomu alaykum. Men ismim Sirojiddin, Compress Tricot MCJ rahbariman. Bizning faoliyat turimiz asosan tekstil mahsulotlarini ishlab chiqarish, paypoq mahsulotlari va kompress mahsulotlarini, emini, varikoz, sportlarga ishlab chiqaramiz. 15 nafar ishchi xodimimiz bor. Toshkent shahrida Yakkasaroyda ish faoliyat yuritamiz. Faoliyat turimizni kengaytirish va 500 million pul aylanma kapital olish uchun kelgandim. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Men ismim Sirojiddin. Tekstil sohasida ishlayman 8 yildan beri. Paypoq mahsulotlari va kompress mahsulotlarini ishlab chiqaramiz hozirgi kunda. Paypoq va nima? Kompress. Mana bunaqa spesial varikozli nimalarga Chulki, varikoz hozirgi kunda faoliyatimiz yurib turibdi. 15 nafar ishchimiz bor. Faoliyatimizni kengaytirish uchun 500 million so'ramoqchiman. Обороtingiz, foydangiz. Оборотimiz o'ynaydi. Eng kami 1 milliard bo'ladi. Oyiga? Yiliga. Ha, yiliga. Yiliga bo'ladi. Zakazlarimiz bor. Hozir 10 ta stanogimiz ishlab turibdi. Yana 20 ta yangi stanogimiz turibdi. Uni ishga tushirishimiz uchun pul kerak, оборотga. Necha yildan beri faoliyat yuritasiz? 2018-yildan beri. Ichki bozorgami faqat mahsulotlar? Ichki bozorga va Rossiyaning bozoriga uslugaga chiqaramiz. Bilonni qayerda sotasizlar? Zakaz asosida chiqarib beramiz hozir. Magazinlarda, dorixonalarda yo'qmi? Aptekalarda yo'qmi? Aptekalarda yo'q, hali endi olib chiqamiz. Endi sertifikatni endi oldik-da. Plastikum sizlar konkurentlaysan? Kim? Bizlar konkurentlar Turkiyaning mahsulotlari kiradi. Bizlarniki ancha narxi past. Ularniki nisbatan. Ular bu imенно meditsina yo'nalishida, bu. Meditsina yo'nalishida asosan. Meditsina yo'nalishida. Imенно o'shaning uchun Compress Tricot deb o'sha ilmiy ishlar qilish uchun ochilgandi. Men sizga hozir aytsam 150 ta aptekaga sizni tovaringizni qo'yamiz. Siz shuncha tovaringiz bormi o'zi? Bor. Chiqarib bera olasiz. Chiqarib bera olamiz. Sifat ham yaxshi. Sifati yaxshi. Sertifikatlar bormi? Sertifikatlar bor. Bundan 1 yil oldin ikkita meni o'zbek klubimga shunaqa a'zo bo'lgan edi. Bulardan sal obyomi kattaroq sexavik, ikkalasi ham hozir 100% eksportga ishlayapti. Bu sohaga talab juda katta, ishlab chiqaruvchi kam. Bularni loyihasini masalan men shaxsan qo'llab-quvvatlagan bo'lardim. Rentabilni, yaxshi foyda qoladigan узкий tor nishada, lekin zo'r foyda qoladigan. Foydani aytmadingiz. Necha foiz foyda qoladi? Вы сказали, foyda 20% dan boshlaydi. Endi kompress mahsulotlarga ko'proq qo'yiladi. 50% gacha qo'yiladi. Это чистая прибыль или маржа? Да. Это mana juda zo'r foydali. Чистая прибыль на чем? А самый главный конкурент кто у вас? Нормально. Это моя зона, это фармацевтика. Я наконец-то нашел. Да. Ana. Продано! Yo, to'xtanglar. Russo 120 тысяч долларов, грубо говоря, в год делаете оборот. Вы занимаете и носки делаете, и чулки делаете, правильно? 10 ta stanogimiz varikozlar uchun ishlaydi, 20 ta stanogimiz paypoq uchun. А теперь вопрос. Hakimlardan ishlaysiz, hakimlardan falan. Asosan bozor, paypoq bo'yicha Bozordan ishlaysiz, klinikalardan ishlaysiz. Da, klinikalarga ishlaysiz. Sizin ve Alman chuloklar, nasıl fark nede? Farqi bizaniki. Ya'ni men O'zbekistonda uni eshitmamişam. Paxta tolasida ishlaymiz, sifat bo'yicha ishlaymiz. Paxta, masalan, Xitoydan kelayotgan mahsulotlar sintetika. 90-95% sintetikada, bizning mahsulot, ularnikilar ustunlik tarafi hib, paypoq, paxta mahsuloti bo'lgani uchun. Просто знаю, ты фармацевт, грубо говоря, да, основной из своих бизнесов. Мой младший брат, он сосудистый хирург в Берлине, который приезжает сейчас в Узбекистан. Да, в Узбекистан приезжает. Почему он приезжает в Узбекистан и Азербайджан? Очень большое процентное соотношение варикозных расширений вен на ногах. И да, и они и после операции нужны. То есть это реально рентабельный бизнес. Единственное, что я не увидел в нем и увидел в Саиде, который может добавить его как бы бизнесу, это умение продавать. Да, вы можете производить, но вам нужно помочь продать, пропиарить. Если Саид на это подпишется, я думаю, будет хороший тандем. Саид берет, а мы экспортируем. В обороте не хочешь, все, сдался, что? В обороте? Побороться. Двоих можно поделить? Можно на одного на двоих? Можно на одного на двоих? Нет, только мне носки не интересны. Только одно. Охри savol. Eng главный конкурентлер kim sizlar? Местныйlardan. Местныйlardan?
Nomini ayting. Kompress bo'yicha raqobat deyarli yo'q. Men o'zim berganman ularga stanokni. Ular ishlab chiqaradi. Deyarli kam kompress bo'yicha. Paypoq bo'yicha ko'p. Qozog'istonda, Tojikistonda bormi? Yo'q. Производитель. Qozog'istonga chiqaramiz zakaz asosida. Eksport. Yo'q, Aka, menimcha shunga ko'p bozorni предложить. yaxshi o'rganmaganlar, bozorda juda ko'p raqibingiz bor, lekin hammasini ishi zo'r. Xullas, olasizmi Saidbek? Bo'ldi. Siz Она не угоняет, она помогает ему продать себя. Bu kishi o'zi Sirojdan aka Farm Asklepi degan kompaniya bilan Aksimet aptekalari bilan Aksimet. ko'rganmiz siz. Shal ish kerak edi. Hop, to'g'ri. To'xtanglar, ishdan bo'linglar. Bu chestniy odam. Bunaqa odamga pul tiksa bo'ladi. Bilmaydiganni bilmayman. Gaplashamiz Mujik, aka. Молодец. Eng muhimichi proyekt rentabelniy, visokomarjinalniy и kelajagi bor soha. Saidbek oldingiz? Oldik. Bo'ldi, sizga rahmat. Xayrli olsun. Sirojdan aka, давайте harakat qilamiz sizga yordam berishga. Mana. Chilki. Молодец. Undan keyin men eksport qilib beraman sizlarga, xo'p? Assalomu alaykum, men ismim O'lmas Temur, yoshim 24 da. O'zi buni biznes desa qanchalik to'g'ri bilmadim. Millat teatri loyihasi asoschisiman. Bizning teatrimiz butunlay yoshlardan tashkil topgan mustaqil eksperimental teatr hisoblanadi. Xullas, teatr ochish qanaqa bo'lgan? O'qishdan haydalganman va teatr ishga kirmoqchi bo'lganman, ishga olishmagan. O'zimga o'zim va'da berganman, men hali o'zimni teatrimni ochaman va teatrni ochdik. Endi uni rivojlantirish yo'lida mana shu yerdamiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keling. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. 1 daqiqa sizga vaqt, o'zingizni tanishtiring. Aha, assalomu alaykum. Men ismim O'lmas Temur, yoshim 24 da. Mutaxassisligim bo'yicha teatr va kino aktyoriman. O'zim Javlon Javliyev yozuvchi dramaturg bilan birgalikda 2026-yil yanvar oyida Millat teatriga asos soldik. Millat teatri mustaqil butunlay yoshlar jamoasidan tashkil topgan eksperimental teatr studiyasi. Rejalar nima? Rejalar hali menimcha O'zbekiston tarixida bo'lmagan bo'lsa kerak, o'zbek tilida, ya'ni teatrni barqaror biznesga aylantirish. Bizning teatrimiz kamerniy teatr deyiladi. 200-300 ta odam ketmaydi, faqatgina 50 ta tomoshabin o'tiradi va aktyor bilan tomoshabinning o'rtasidagi masofa siz bilan ikkalamiz turgan darajada yaqin. Bundan ham kamroq desa ham bo'ladi. Bunda tomoshabin bemalol aktyorni his-hayajonini, uni ko'zini, uni yuragini bevosita eshitib turish mumkin. Tellaganni ham ko'radi. Albatta. Rostdan. Va aldab bo'lmaydi. Sizga savol, qanaqa mijoz jalb qilmoqchisiz? Teatrni turizm bilan birgalikda birlashtirish. Mana eng chiroyli joyga kelyapmiz. Pul haqida endi keladigan joyga kelyapmiz. Mana misol uchun O'zbekiston mehmonxonasining oldida marshrutlar bor, avtobuslar bor. Ya'ni mehmonlar kelishadi, avtobusga chiqishadi va shaharni ko'zga ko'ringan joylarini aylanishadi sayohat qilib. Bizning maqsadimiz mana shu yerga o'zimizning Millat teatri marshrutini qurish va kelgan mehmonlar, sayyohlar avtobusga chiqishadi, A nuqtadan to B nuqtaga yetib borguncha O'zbekiston, o'zbek tarixi, madaniyati, bizning san'atimiz haqida butun ma'lumotni o'z ichiga olgan spektaklni tomosha qilib borishadi. Bu bitta yo'nalish. Undan tashqari bizda hali yo'q. Men Gruziyada va Italiyada bunday teatrlar bilan tanishganman. Ya'ni maxsus mehmonlar uchun ham tushlik qo'shimchasiga spektakl tomosha qilish. Deylik, O'zbekistonga tashrif buyurgan mehmonlar bizni eng sevimli, eng mashhur taomlarimizni yeb ko'rishmoqchi bo'lishadi va misol uchun osh, ya'ni palov qanday tayyorlanadi? Maxsus deyarli 10 tagacha mehmon taklif qilinadi, stol atrofiga o'tiriladi, ularning ko'z o'ngida osh qanday tayyorlanadi, guruch tozalashidan, sabzi to'g'rashdan tortib, bu yoqda samovarda choylar qaynagan. Teatrda ko'rsatmoqchimiz. Spektakl jarayonida osh pishiriladi va oshni tanovvul qilib, undan keyin mehmonni kuzatganda kuzatib qo'yiladi. O'lmas, bu teatr tomoshasi qayerda bo'lib o'tadi? Ya'ni lokatsiya bormi? Umuman olganda qanaqa hisob-kitob hozir haqida gap ketyapti? Hozircha ijarada turamiz. Ochiq maydonmi? Yo'q, bino. Binoni birinchi qavatida. Sharoitlar bor demak. Sharoitlar bor, sharoit qilib olganmiz. Mijozni hozir qayerdan jalb qilyapsiz? Mijozni hozir ijtimoiy tarmoqlardan. Qanaqa konversiya kelyapti ijtimoiy tarmoqlardan va qanaqa xarajatli kelyapti? Yaxshi. Nima desam ekan? Biz o'zi yanvarda ochgan bo'lsak, yanvarning oxirida va fevralning boshlarida atigi 3 tagina seans qo'ydik, chunki vaqt juda ham kamligi uchun va 3 ta seansda ham joylari yetmay qoldi. Hozir Ramazon oyi bo'lganligi uchun harakat qilyapmiz. Maqsadli auditoriya kim asosan sizda? Maqsadli auditoriya asosan quvontiradigan shu yoshlar,
O'zbekistonliklar. O'zbekistonliklar. Hozircha endi O'zbekiston. savol, bir oyda nechta teatr qo'yishingiz kerakli daromadga olib chiqishingiz uchun? Xo'p, xarajatlarni qoplab o'zimizdan foyda qilishimiz uchun bir oyda 4 ta spektakl qo'yishimiz kerak kamida. 5 million necha marta mana haftasiga bo'lyapti? Sразу biznes hisoblaylik. Haftada dam olish kunlari shanba yoki shanba kunlari 2 ta seansdan 4 ta seans bo'ladi. 4 ta seans. Bir oyda Demak, kamida haftasiga 4 ta 20 million bor. Aha. Bir oyda 80 million bor. Shuni qanchasi foydaga qolyapti? Mana tarqatib yordingiz hammasiga. Hop, endi muntazam qilganimiz yo'qda hali buni. Homiylar bo'lgan ekan, ijarani to'lab bergan. Demak, xarajat juda katta. Agar kostyumlarni hisobga olmasa, menimcha katta xarajat. Asosiy hozir yo'qdan bor qilib ishlayapmiz, to'g'risi. Teatr uchun chiroq kerak, ovoz kuchaytirgich kerak. Biz hozir nima qilyapmiz? Vitrinadagi kiyimlarni yoritib qo'yadigan chiroqlar bo'ladi-ku. 400 ming so'm turadigan. Shundan qo'yib qo'yganmizda bor imkoniyatdan foydalanyapmiz. Ovoz kuchaytirgich Yangioboddan progravator olganman, plastinka aylantiradigan. 3 ta AUX bir-biriga ulab, shundan musiqa qo'yaman. Lekin harakat qilyapmiz biz yo'qdan bor qilishga. Mani fikrim bu ko'proq sotsial loyiha-da, как biznes sifatida men katta masshtabda rivojlanishini ko'rmayapman. Hech qanaqasiga strategiyada ham to'g'risi, даже shu 500 million so'm men o'ylaymanki katta bir sizga o'sishni olib kelmaydi deb o'ylayman. Ya'ni pulni beriladi sizga, olasiz, ishlatasiz va baribir yopilib ketasiz degan ko'nikma. To'liq оборудованиеga ishlatadilar hozir aytganlaridek. To'liq kostyumlarga, jihozlashingiz uchun. Lekin u hech qaysi siz prosta ikkinchi ilhom teatri bo'lib qolasiz. Ilhomga yo'q. Men ikkinchi ilhom bo'lmayman. Endi bitta narsa, ya'ni undan tashqari mentorlarimiz orasida shunaqa loyihaga mentorlik qilib, buni foyda keltiradiganga aylantirishga yordam bera olgan odam bormi? Olmasa o'zi tvorческийda. To'g'ri. Bunga не tvorческий, aynan biznes, hard skillli odam kerak. Ish qilib teacher azam nima qilmasinlar deb turdim. Azam qahramonlik juda to'g'ri gap aytdilar. Shundoq ham biz bitta oqimdagi odammiz va menga biznes tomonlama qo'llab-quvvatlaydigan mentor kerakligini aytdilar. Shuning uchun menimcha hammasi yaxshi ketyapti bo'layman hozircha. Men bu loyihani juda ham xohlayman uspешный bo'lishni va o'shaning uchun ham men xalaqit bermasligim kerak deb hisoblayman. Shunisi bor. Men mentorligim bilan xalaqit beraman bu yoqda. Ну вы согласны, что это можно сделать прибыльным бизнесом? Ha, qilsa bo'ladi. Men yo'q. Bu kishi aytgandek etno turizm tarafga shu pivot qilsangiz, faqat bizda o'zaro shunday kelishyapmiz-da. B2B ga agar o'tkazilsa, o'lmasdi. Va to'g'ri o'tkazib olsanglar bo'ladi. O'tkazasizmi? Ya'ni million B2B. O'tkazasizmi? Biznesni rivojlantirish bankidan istalgan biznes uchun oson kredit oling.